Assalomu alaykum partiyadoshlar, qadrli kuzatuvchilar. 2026-yilning dastlabki kunlaridan O'zbekiston Ekologik partiyasi hamda Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiya fraksiyasi tomonidan Prezidentning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlashga qaratilgan tizimli ishlar keng qamrovda boshlab yuborildi. Shu doirada partiya Markaziy Kengashi ijroiya qo'mitasining yig'ilishi ilk bor Buxoro viloyatida sayyor tarzda o'tkazildi. Buxoro viloyatidagi safar davomida eng avvalo ishlar mahalla fuqarolari yig'inlarida olib borilayotgan va rejalashtirilayotgan ishlar, shuningdek xonadonma-xonadon yurib aholi hayoti va muammolari bilan tanishishdan boshlandi. Partiya va partiya fraksiyasining 2025-yildagi faoliyati sarhisobi, yangi boshlangan yil uchun belgilangan vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan sayyor yig'ilishdan so'ng ko'chat ekish tadbirlarini o'tkazish ham yoddan ko'tarilmadi. Buxoro viloyatidagi Ark qal'asida joylashgan Qushbegi hovlisining tabiat bo'limida O'zbekiston Ekologik partiyasining doimiy burchagi tashkil etildi. Unda partiya faoliyati, maqsad va vazifalarini aks ettiruvchi ko'rgazmali buyumlar, shuningdek partiya tomonidan nashr etilgan kitob va axborot materiallari joy oldi. Partiyamiz fraksiyasining 2026-yildagi birinchi yig'ilishida parlament nazoratini yanada mustahkamlash, xotin-qizlarni himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish hamda bolaning eng ustun manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan masalalar muhokama qilindi. 6-yanvar kuni O'zbekiston Ekologik partiyasidan saylangan xalq deputatlari Yakkasaroy tuman kengashi deputati Bibisora Hasanova o'z saylovchilari bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda To'qimachi mahalla fuqarolari yig'ini aholisi bilan muhtaram yurtboshimizning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasi yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi. 7-yanvar kuni Jondor tumanidagi 49-sonli umumta'lim maktabida O'zbekiston Ekologik partiyasi tomonidan ekologiya hayot asosi mavzusida davra suhbati tashkil etildi. Tadbirning asosiy maqsadi o'quvchilar o'rtasida ekologik ongni shakllantirish, atrof ehtiyotkorona munosabatni kuchaytirishdan iborat bo'ldi. Davra suhbatida partiya vakillari, maktab ma'muriyati, o'qituvchilar hamda faol o'quvchilar ishtirok etdi. Suhbat davomida tabiatni asrash, chiqindilarni saralab tashlash, ko'chat ekish, suv va havo tozaligini saqlash kabi dolzarb ekologik masalalar muhokama qilindi. 8-yanvar kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Arnasoy tuman kengashi tomonidan tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi bilan hamkorlikda 22-sonli Jasorat maktabida o'qituvchilar va texnik xodimlar ishtirokida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasi yuzasidan o'quv seminari tashkil etildi. Tadbir jarayonida murojaatnomaning mazmun mohiyati keng yoritilib, unda 2025-yilda ekologiya, iqtisod, ta'lim, sport va boshqa sohalarda erishilgan natijalar, shuningdek 2026-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili doirasida belgilab berilgan ustuvor vazifalar haqida batafsil tushuntirishlar berildi. Hurmatli partiyadoshlar, katta maqsadlar, yuksak g'ayrat va shijoat bilan boshlangan bu yil faoliyatimizda yangi yutuqlar, samarali tashabbuslar va ezgu natijalar yili bo'lsin. Barchamiz yurtimiz ekologiyasini asrash, atrof-muhitni muhofaza qilishda birdan bir jon bo'lib, mas'uliyat va fidoyilik bilan mehnat qilishda davom etaylik. Xayr, salomat bo'ling.